Sizlar bilsanglar, vitamin C qanaqa darajada yuz uchun foydaliligini. Bu qo'limdagi ikkita vitamin C'ni shaxsan o'zim ishlatganman. Mana deyarli ikkalovida ham kam-kamdan qolgan. Bunisi 1 oyda natija beradi. Bunisi esa siz ishlatganingizda 3 kundan 7 kungacha natija beradi. Buni men nimaga ishlatganman? Yuzimni oqartirish uchun, ikkinchi navbatda yuzdagi aknedan qolgan dog'larni ochartirish uchun va yuzni oqartirish uchun. Ko'pchilik yuzini oppoq va tiniq bo'lishini xohlaydi. Agarda siz shunaqa bo'lishni xohlasangiz, unda albatta vitamin C sizni albatta uходовый sredstwalaringiz ichida bo'lishi shart. Ana o'shandagina yuzingiz mana shunaqa oppoq va tiniq bo'ladi. Bu sepkilarni ochartiradi, yuzdagi dog'larni ochartiradi, yuzdagi tug'ruqdan keyingi tushgan dog'larni ochartiradi, aknedan qolgan izlarni yo'qotadi va yuzingizni oqartirib beradi. Bu vitamin C bunisi juda zo'r ishlaydi. To'g'ri, qimmat bo'lishi mumkin, lekin sizlar buni UM Cosmetics'dan muddatli to'lovga ham olsanglar bo'ladi. Realniy rezultati bor. Keyingi narsani aytib o'taman, lekin bundan keyin обязательно esda tutish shart.